Hurmatli kanalimiz obunachi va kuzatuvchilari, o'tgan safar men sizlarga Farg'onaning Nefchi jamoasining sobiq futbolchisi Yuriy Vazginch Sarkisyanni futbol falsafalarini o'rganib, hozirgi kunda Qashqadaryo viloyat futbol akademiyamizda sportchilar bo'yicha direktor o'rinbosari hamda yaqindagina tashkil bo'lgan birinchi liga futbol jamoamizda murabbiylik faoliyatini olib borayotgan Nasim aka o'z fikrlarini bildirib o'tadilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Futbol akademiyamizga xush kelibsizlar. Yaqinda tashkil bo'lgan birinchi liga jamoamiz boshlaridan tashkil topgan yoshlarimiz ichida turli terma jamoalarda faoliyat olib borgan futbolchilar bor. Bu tashkil topgan birinchi liga akademiyamiz uchun juda quvonarli bo'ldi. Kelajakdagi katta futbolga qadam deb o'ylayman. Kanalimiz obunachi kuzatuvchilari ham ko'rib turibdi. Masalan, Qashqadaryo futbol akademiyasini bitirganimizdan keyin biz qayerga boramiz, qaysi jamoaga boramiz degan savolga aniq isbot mana shu yil 2026-yilda boshlagan faoliyatini birinchi liga javob beradi. To'g'rimi? Albatta bu katta futbolga qadam. Bu yerda o'ynayotgan futbolchilar kelajakda turli terma jamoalarda, milliy terma jamoalarda o'ynaydi. O'zbek futboliga bir qancha futbolchilarni yetishtirib chiqqan, Farg'ona viloyatining Nefchi jamoasida bosh murabbiylik qilgan va Bunyodkor jamoasida murabbiylik, maslahatchi murabbiylik faoliyati yurib kelgan, o'sha xizmat qilgan murabbiylik o'zbek futboliga bir qancha xizmat qilgan Yuriy Vazginch Sarkisyanni futboldagi falsafalari, asosiy maqsadi nima edi? Haqiqatan ham Sarkisyanni Yuriy Vazginch qo'lida ko'rsatilganmiz va asosiy falsafalardan biri bu g'alabaga bo'lgan ishtiyoqi. Bu narsani undan ajratib bo'lmaydi futboldan. Shu narsalar qon-qonga singib ketgan va biz ham Qashqadaryo futbol akademiyasida shu falsafalarni, g'alabani qo'rqmasdan futbol o'ynashni o'rgatib kelmoqdamiz. Hurmatli kanalimiz obunachi va kuzatuvchilari, bizning Qashqadaryo viloyat futbol akademiyamizda mana sport ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Nasim aka Shoyimov maydonda chiqib, mana futbolchi birinchi liga jamoasida murabbiylik faoliyati haqida bolajonlarga, futbolchilarga mana shu murabbiylik, futbolda sir asrorlarini o'rgatib kelyaptilar. Har trenirovkada, o'yin bo'layotgan jarayonlarda xonada o'tirsalar ham bo'lardi, men direktor o'rinbosariman. Lekin yo'q, bola bilan birga hamnafas xizmat qilib kelyaptilar. Hurmatli kanalimiz obunachilari, bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi uchrashuvlarda sizga kutilmagan videoroliklar bilan sizni xursand qilamiz degan umiddaman. E'tiboringiz uchun